Buxoro tumanidagi xususiy bolalar bog'chasida 1,5 yoshar bolani tok urib vafot etgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi va ushbu xabar Buxoro viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan ham tasdiqlandi. Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida manzilga keldik va mazkur bolalar bog'chasi hozircha yopib qo'yilgan. Voqea asosida surishtiruv olib borish maqsadida mas'ullarni manzilga chaqirdik. Shofirkon tumanining fuqarosi Buxoro tumanida oilaviy nodavlat ta'lim tashkilotini manzil o'zgartirish qilib, shu Buxoro tumani hududida o'z faoliyatini boshlagan. 50 o'rinli, hozirda 43 nafar 3-7 yoshli bolalarni tarbiyalamoqda. Ham metodik yordam ko'rsatgan biza, ham doimiy kelib o'rgangan faoliyatini. Ham boshqarma bilan birgalikda, ham tuman birgalikda o'rgangan. 11 oy davomida 3-4 marta biz o'rgangan holatni. Hozir tadbirkor bilan bog'landingizmi, nima dedi? Hozir tadbirkor bilan bog'lanishni iloji bo'lmadi. U kishi telefonni ko'tarmadilar. O'sha kundan beri telefonni ko'tarmadilar. Tasvirga olish vaqtida manzilga kelgan marhum bolaning ammasi holat sodir bo'lganiga bir necha kun bo'lgan bo'lsa-da, ayblanuvchi loaqal bir bor ham kelib ta'ziya bildirmaganini, aksincha holatga mutlaqo beparvolarcha munosabatda bo'layotganini aytadi. O'kinch bilan voqeaga quyidagicha izoh berib: Kechga soat 5:30 atrofi edi. Bolachani olishga kelyapti onasi. Bola yo'q deyishyapti. Qayerda bola? Go'rbanisa bor. Nega? Bilmaymiz, boring deyishgan. Xo'p, mayli keling. Keldik, biza kirdik. Go'rbanisada shahar shoshilinchiga. Keyin aytishdiki, ular yo'q opa, u morgda. Men o'zimga bo'lmadim, aytdim, qanday morgga? U bola yaxshi edi, biron kasalligi yo'q, poliklinika nima bo'yicha uchotka hech qayerda yo'q u. Keyin keldik, xo'p, morgga kirsak, bizani kirishga qo'yishmadi. Militsiya xodimlari. Nima bo'lgan, bolachaga tok urgan. Qayerdan tok urgan degan savolga javob aytishdiki, ana udilnitel tokga qo'yilgan, yarmi singan. Bola emaklaydi, yurmaydi. Kelgan payti, o'sha emaklagan payti qo'lchasi uchta shu barmoqchasi nimaga tekkan? Udilnitelga singanga. Nasmert o'ldi deydi. Nahotki o'sha payt telefon qilib onasiga, "Ey inson, farzanding shu ahvolga tushdi" deydi. Biza bu ahvoldan o'zi ota-onasi shokda. 3 kun ta'ziya nima bo'ldi? Nima mudira bilan gaplashyapmiz. Xat taqdir shu. Mana shunday qilib gaplashyapti. Buni kechirim so'rash, yo'q shaymonlikni men unga ko'rmadim. Hozirda tegishli organlar tomonidan bolaning o'limi sabablari yuzasidan surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishi ma'lum qilindi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.